sizda qanaqa simptomlar bo'ldi endi? Men jinni emasman deganman-da. Har doimgidek natijalar bilan gaplashamiz. Jizzaxga olib bordik, yurak ko'taradigan qanaqadir ayolga olib bordi. So'z bilan ham davolasa bo'ladimi degan tushuncha bor. Faqat istig'for, 5 vaqt namoz, lekin o'sha shom tushini umuman qilmayman. Inson yo uyoqli bo'ladi, yo buyoqli bo'ladi. 10 ta nasihatdan bitta musibat odamni o'stiradi deydi. Seni o'ylayapman, lekin sen bu yerda qizingni o'ylayapsan. Hamma bolam deydi-da. O'sha men bo'ldi faqat o'ylaman deb o'yladim. Assalomu alaykum azizlar barchaga. Bugungi suhbatdoshimiz Nafisa Ubaydullayeva aynan qo'rquv, nevroz, vahima, panika atakalardan butkul 100% dori-darmonlarsiz chiqqan inson. Ya'ni bular bilan Xudo xolasa bugun suhbatimizni boshlaymiz va men o'ylaymanki, bizni kuzatib turuvchilar barchaga aynan mana shu dard bilan hozir kurashib kelayotganlar, mana shu darddan jabr chekayotganlar insonlarning qalbida ozgina bo'lsa-da bir uchqun uyg'ota olsak, ozgina qalblariga bir taskin bera olsak, xursand bo'lamiz. Mana shu suhbatimizdan ko'zlangan maqsad asosan mana shu. Demak, nevroz haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Nevroz bu hozirgi kunda juda ko'p keng tarqalgan xulq-atvor buzilishi, ya'ni nevrotik rasstroystvo. Demak, nevroz holatida insonda nimalar bo'ladi? Nevroz simptomlari qanaqa bo'ladi? Nevroz holatida insonda birinchi navbatda o'sha juda ko'p tarqalgani kardiofobiya. Yurak haddan tashqari tez uradi. Minutiga 100 ta, 120 tagacha uradi. Kardiologga boradi, kardiolog mutlaqo sog'lom chiqaradi. Mana juda ko'p insonlar bilan ishlab kelyapmiz. O'sha insonlar hattoki 10 martalab, 20 martalab kardiologga EKG, shu elektrokardiogrammaga tushadi, ehoga tushadi. Ya'ni bir sutkalab Holter degan apparat bor, yurakning ritmini tekshiradigan. O'sha Holter apparatlarni taqadi. 100% organik o'zgarish chiqmaydi. Yana nevrozda simptomlardan biri tomoqda yot jismni tiqilishi, ya'ni tomoqda muntazam ravishda tiqilishlar bo'ladi. Endokrinologga boradi, buqoq bezlarini tekshirtiradi, hammasi joyida. Undan tashqari terlab ketish, qizib ketish yoki bo'lmasa yengil bosh aylanadi-yu, lekin yiqitmaydi va bu simptomlarda hammasi kuchli qo'rquv bilan bo'lib o'tadi. Aynan mana shunday holatlarni o'zini boshida o'tkazgan inson sifatida Nafisani bugun studiyamizga taklif qildik va suhbatimizni tashkillashtiramiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Men Ubaydullayeva Nafisa, 33 yoshdaman. Kasallikka chalinganimga 31 yoshimda chalinganman. Lekin menda bu kasallik bilaman yillar mobaynida bo'lgan, kecha bugungi narsa emas. Chunki yurakda taxikardiya yillar mobaynida bo'lgan, ahamiyat bermaganman. O'zimga qaramaganman desam ham bo'ladi. O'sha tanamga e'tibor bermaganman, o'sha signallarga. O'zi tana signal beradi o'zi aslida, lekin men ularga e'tibor bermaganman. Ya'ni o'sha 31 yoshimda menda panический ataka boshlandi. Men birinchiga tushunmadim. Kechalari 3 da ham, 2 da ham больницаga bordik. Больницаga boryapmiz, vrach qaytarib boryapti. Yaxshisan deyapti. Yo'q, meni izolyatsiyaga oling, men mazam bo'lmayapti, qo'rqib ketyapman. Deyapman, o'sha qaytarib boryapti. 2-kun boryapman, 3-kun boryapman. Oxiri 3-kun bitta vrach aytdi, bor dedi, psixologga bor dedi. Psixoterapevtga bor. Men jinni emasman deganman-da, jinni emasman men deganman. Yo'q, sizni o'shalar davolaydi deyapti. Siz bizni kasalimiz emassiz. Sizda davleniya ham yo'q. Просто yurak tez uryapti, ritmidan balandroq. Agar 200-300 bo'lsa, men sizni olaman izolyatsiyaga. Ungacha olmayman. O'shanda chiqib ketganman, shu bilan bormaganman больницаga. Skori har soatiga skori kelardi uyga. Chaqiraman, o'sha panический o'sha xuruj boshlanadi, skori chaqiraman. Skori men bilan 1 soat o'tiradi, tinchlantiradi, uspokоить qiladi, ketadi, o'sha yana boshlanadi. U holatda bilasizmi, 1 soat yashasham o'sha azob. Juda ham azob. O'sha payti faqat o'zingizni hayotingiz ko'zingizga ko'rinadi, atrofdagilarniki emas. Sizga insonlar nima qilgan, kim uchun siqilgansiz, kim uchun asabiylashgansiz, o'sha insonlar hammasi hayotingizda bo'lmaydi. Faqat o'zingiz bilan o'zingiz qolasiz. Faqat Robbingiz qoladi siz bilan. Boshqa hech kim yo'q bo'ladi oldingizda. Juda qiynalganman. Даже onam kelgan. Onam eshitib kelgan. Endi nima deydi, biz o'zbekchalarda o'qitamiz deydi. Eskicha bo'lgan bu deydi. Keyin
Xo'p dedim. Jizzaxga olib ketdi onam meni. Jizzaxga olib bordik, yurak ko'taradigan qanaqadir ayolga olib bordi. U ayol bir bolalar qilib bilmayman, yuragimni ko'tardi, marli bilan bog'ladi. Qaytib keldik, yo'q o'sha ahvol. Umuman o'zgarmadi. Nerpatologlarga bordim. Nerpatolog ham umuman sababini aytib bera olmadi. Umuman. Yurakni ikkiga qildirdik, boshda tomografiya qildirdik, hech narsa chiqarib bermadi. Ko'chada bir o'zim yuribman-da, hech kim yo'q atrofimda. Qo'limga qor olyapman, qor qo'limni chakkillab tomib ketyapti. Qo'l shunaqa qizyapti. Birdaniga sovib ketasiz, birdaniga qisib ketasiz. O'zingizdagi holatni tushunmaysiz. O'sha uyimga chiqib pastga qarayman, qorda hamma o'ynayapti-da, hamma o'ynayapti. Qani o'sha Nafisa deyapman-da, qani? Yo'q, umuman iloj yo'q. Na kayfiyatingiz bo'ladi, na bir faqat tushkunlik holatga tushib qolasiz. O'sha payti ya'ni haqiqatdan nevrozda qizib ketish, ba'zilarda sovib ketish. Bu joyda vrachlarimizdan xafa bo'lish kerak emas. Nimaga desangiz, ular haqiqatda aytgan. Haqiqatdan sizda hech qanaqangi organikada o'zgarish yo'q. O'zi kasalliklar ikkita turga bo'linadi. Birinchisi organik kasalliklar, ikkinchisi funksional kasalliklar. Ya'ni organik kasalliklar organda o'zida bo'ladi. Buni MRT yoki bo'lmasa o'sha EKG, Holter yoki analizlar orqali chiqarsa bo'ladi. Bu organik kasalliklar bittada biladi odam. Lekin funksional kasalliklarni topish qiyin, chunki bu boya yuqorida aytganimizdek psixologiya bilan bog'liq. To'g'ri, juda ham ko'p izlanganman uyda o'zim ham. Telefon, YouTube'ga kirganman. Darmon servisga borganman. Darmon servisda o'sha Qalqonsimon bezdan deb ko'p videolar chiqqandi menda-da. Borganman. Ilinj bilan borganman. Mayli chiqarib bersin, men shuni davolay deyapman. Ilinj bilan bordim. O'sha endokrinologning oldiga kirdim. O'sha vrachning ko'zi hali ko'zimning oldidan ketmaydi. Shunday qarabdi, "O'zi qilmaysizmi?" deyapman-da. "Yo'q, o'zi qilmayman." Shunday tomog'imni ushab ko'ryapti-da. Hammasi joyida deyapti. Spokayshi, u tinch holatda men mazam bo'lmayapti, qo'rquv xavotir bosib ketyapti. Qo'limda, oyog'imda uyushishlar bor, orqa miyamda uyushish bor deyapman. "Yo'q" dedi, "nerpatologga o'tkazaman" deyapti. Kompyuterdan shunday o'tkazib nerpatologga kirdim. U ham aytarli narsa aytgani yo'q-da. Chunki sog'lomsiz siz o'zi organik o'zgarish yo'q. O'shanda ham spokaysh tabletkalar yozib berdi. Olmadim, hech birini olmadim, uyga keldim. Endi nima qilaman? Qayoqqa boraman? Ammam, siz oldingizga ammam bilan borganman. Birinchi konsultatsiyaga ammangiz bilan kelgansiz. Ammam bilan borganman, lekin Toshkentda ham topa olmaganmiz. Topganimiz juda qimmat. Hammasiga telefon qilib chiqqanmiz. Juda ham qimmat aytgan. 3 million bir soatlik konsultatsiyani 4 million aytganda, lekin menda unaqa summa bo'lmagan o'sha payti. Na ota-onamdan yordam so'raganman, atrofdagilarimdan. O'sha siz aytgan gapingiz shu darajaga yetib kelishimga faqat o'zim sababchiman. O'z kuchim bilan yetib keldim. Xudoga shukr aytaman, hozir ammam bilan oldingizga bordim. Siz o'sha Instagramda ko'rib qoldim. Qo'rquv xavotir, ham arzon ekansiz. Shunaqa xursand bo'lganman. O'sha ammam bilan borganimdan keyin o'sha payti ham mazam yo'q edi. Ammam olib bordi meni. O'shanda ham o'zingiz kelishga qo'rqqansiz. Qo'rquv vahima bo'lgan, juda qo'rquv bo'lgan. Taksida borardim oldingizda, eslasangiz, taksi metroga chiqish vafshi. Odamlarga nafasim siqardi. Nafas siqishni vafshi aytib bo'lmaydi. Menda ham uyqumda juda katta muammo bo'lgan. O'zi yillar mobaynida men uni bilmaganman. O'zi aslida 27 yoshimda boshlangan. Yurakda taxikardiya, nafas siqish, juda katta stress olganman 27 yoshimda. O'sha oilaviy o'zimni shaxsiy hayotimda juda katta stress olganman. O'shandan hayotim alg'ov-dalg'ov bo'lib ketdi. O'shandan buyog'iga umuman o'zimga qaramadim, hayotim faqat stressdan iborat bo'lib qoldi. O'zi buni tagida baribir stress yotadi. Shunday. Juda qattiq stress olganman. O'shandan boshlangan 5 yil yuragimga davolanganman. Lekin yurak har doim sog'lom chiqqan. Har doim yurak sog'lom chiqqan, lekin men faqat lechena qilib yurganman yurakni. Tushunarli. Xo'p, bizni kuzatayotganlarga tushunarli bo'lsin. Mana hozir bizni kuzatayotgan insonlar aynan hozirgi kecha kunduzda o'sha siz bosib o'tgan yo'lni bosib o'tyapti.
Xudo xolasa barchalarga ishonamiz. Mana shu videoni ko'rishga jur'at qildingizmi? Inshaalloh siz ham bu xastalikdan bemalol chiqib keta olasiz. Tushunarli bo'lishi uchun ayting, sizda qanaqa simptomlar bo'ldi? Endi hammada har xil bo'ladi. Aynan sizda qaysilari bo'ldi? Menda o'sha boshlangan payti o'zimdagi holatni uncha tushunmadim. Birinchi o'chirada nafas siqish bo'ldi. Oynani sovuq qish, oynani ochyapmiz, yopyapmiz. O'tiraman, oynani ochib keladi. Singlim borib ochib kelyapti, qizim ikkalasi. O'sha o'tiraman, sovqotish boshlayman. Faqat titrayman. Yopib kel oynani. Oynani yopib keladi. O'sha titroq o'tib ketgandan keyin yana qizish bo'ladi. Oynani ochib kel. Mana shu hayotim shunaqa bo'lib qoldi. O'sha ayniqsa kech tushaversa, men uchun u o'lim bilan barobar. Shom payti, aynan. Shom payti o'sha umuman men o'sha shomni tushishni xohlamayman-da umumanda. Faqat istig'for, 5 vaqt namoz, lekin o'sha shom tushishni umuman xohlamayman. Ey Xudo, shom tushmasin. O'sha shom tushaversa, men o'sha bilaman boshlanadi panika xuruji. Juda qattiq keladi, juda yomon keladi. Faqat uyni ichida aylanib yuraman. Yana menda nima bo'lgan, o'sha boshlangandan keyin bir haftadan keyin uyimga o'sha kira olmaydigan bo'lib qolganman. Umuman uyda o'tira olmayman. Ammamning uyida yashadim 1 yil. Uyimga kelaman, o'sha qizimga qarayman, yana o'sha boshlangan payt taksiga o'tiraman, yana ammamga ketaman. Hayotim mana shunaqa 1 yil o'tib ketdi shunaqa bo'lib. Oyoq qo'l titraydi, menda qusish ham bo'lgan. O'sha ovqat 2 hafta, 3 haftalab ovqat ham yemay qo'ydim. O'sha vaznim juda ham tushib ketdi. 67 kilodan 57 kiloga tushib qoldim. O'sha men bo'ldi faqat o'laman deb o'yladim. Lekin o'sha shom payti juda yomon o'tadi. O'sha shomdan ertalabgacha uyqu yo'qdi. Faqat o'sha o'lim qo'rquvi, issish, sovish, qaltirash. O'shanda faqat bilasizmi, ko'zimga nima keldi? Qizim keldi faqat. Bu yoqda onam esa seni o'ylayapman, lekin sen bu yoqda qizingni o'ylayapsan. Hamma bolam deydi-da. O'sha yerda faqat qizim uchun meni asra. Faqat o'sha yerda bolam haqida gapirdim. Lekin ota-onam hech kim ko'zimni oldiga kelmadi, lekin faqat Voy, siz yig'lamang. O'zi yetadi bir kishi yig'lagani. Yaxshi, yaxshi. Men sizda hali gapirib tura olmasam kerak desam, siz to'xtatib olmayapti-yu. Mayli, yaxshi. Xo'p, yaxshimi? Davom etamizmi? Men faqat qizimni o'yladim, u yoqda onam meni o'yladi. Qizim deb shu holatdan chiqishga Allohning o'zi bari kuch berdi. Albatta. Alloh izni bilan oyoqqa turishni boshladim. Jizzaxdan yana uyga qaytib keldim Toshkentga. O'sha Toshkentda yana o'sha holat qaytalaverdi. O'sha iloji bo'lmayapti. Ammamnikida o'sha yashayapman. Yoqda yana dadam bilan ukamga telefon qilyapman. Menga psixoterapevt kerak ekan. Psixolog kerak ekan desam, ular hayron. Biz unaqa inson haqida eshitmaganmiz. Sandan eshityapmiz birinchi o'chirda. Biz umuman eshitmaganmiz. Umrimiz mobaynida shunaqa davolaydigan insonlar ham bormikan deyapti-da. Eng qizig'i, o'zim psixologiyada o'qib turib shunaqa kasallik boshimga kelganiga vobshe hayron qoldim. Psixologiyada o'qib turib, o'shanda 2-kurs edim. Hozir 2-kurs edim, to'g'ri, 2-kurs edim. Keyin o'sha Instagramda sizni ko'rib qoldim. Shunda Instagramdan chiqdingiz, o'sha payti 3 kun uxlamaganman. Haqiqatan vobshe uxlamaganman 3 kun. Abetdan keyin ammam bilan bordik. Sumaya bilan gaplashdim. Sumaya sizga anaqa qilib berdi. Konsultatsiya. Menejerimiz. Menejeringiz konsultatsiyani soatini belgilab berdi. Abetdan keyin bordik. O'sha yerda o'zida 1 soat konsultatsiya oldim, yengil bo'lib qaytib keldim-da uyga-da. Yengil bo'lib qaytib kelib, o'sha yaxshi uxlayapman-da. Bitta konsultatsiyadan keyin uyqularingiz joyiga tushadi. Yengillashishni boshladim-da o'shandan keyin-da. Keyin ammam aytib, "Pul, endi shunga borasan" dedi. "Bo'ldi, chiqasan, qani ko'ramiz" dedi. O'sha chaqirishni boshladingiz, haftada 3 kun borarmidim? 2 kun edi. O'sha keyin taksida borardim, metroga chiqasiz dedingiz. Metro men uchun azob edi, to'g'risi.
Odamlar ichiga kirsam, xuddi xayolimda odamlar ichiga o'zimni tashlab yuboraman, keyin o'sha yerda nima bo'ladi? Kim meni nima qiladi? O'sha xayollar faqat meni tark etmasdi-da. Yo'q, kirolmayman deb rosa ikkilanganman, lekin ustozim kir degan. Kirishim shart. Yo'q, o'sha metroga tushib boshladim, Sumayadan yo'lni so'rab metroda qatnashib boshladim oldingizga. O'sha kundan kunga yengillashishni boshladim. Panika xurujlarim o'sha orasi oldin yarim soat, 1 soat bo'lsa, o'sha siz oldingizga qatnagandan keyin o'sha 5 minut bo'ladigan bo'ldi-da. 5 minutda o'sha siz aytgan darsliklar, u darsliklaringizdan tashqari hozir bir 10 ta daftar to'ldirgan bo'lsam kerak. Turibdi daftarlarim. Hozir o'qisam, kulgim keladi. Nimaga o'sha payt o'limdan qo'rqqanman? O'sha keyin siz oldingizga borganimizdan keyin o'sha Jizzaxga ketyapman ota-onamning oldiga deganimdan keyin birinchi o'chirda ota-onani rozichiligi va ularni xursand qilish. Ularni oldiga borganimda o'zimning holatimni aytganman. Endi o'sha yerda yana boshlanyapti-da menda-da. O'sha siz oldingizdan ketganimdan keyin o'tirimiz, dadam aytayapti, o'lim haq narsa. O'sha dadam o'sha gapni gapiryapti, o'sha menda yana boshlanyapti-da. Gapirmasa shu o'lim haqida o'sha hammasi o'sha uyimdagi singillarim har narsa gapiryapti. O'sha menda yana boshlanyapti-da. Yanami deyman. Yana Toshkentga ketishim kerak, ustozimning oldiga yana borishim kerak. O'sha Jizzaxga borsam 3-4 marta qaytaladi o'sha yerda o'zida ham. Keyin o'sha yo'q bo'lib ketdi. Zo'r. Darsliklardan keyin o'sha siz aytardingiz, bu kuni reja yozish kerak. Keyingi o'sha kechqurunga ertalabki rejalarimni yozaman. Masalan, ertalab bomdod, zavtrakdan keyin 10,000 qadam yoki yugurish. Yugurishga men juda ko'p chiqqanman. O'sha sizni gruppangizga ham tashlab turganman hammasini. Rejalashtirdim ko'p ishimni va o'sha sizga qatnagan paytim, men bilsangiz, biznes bo'yicha ko'p gapirganman sizga. O'zimni biznesim bo'lishni xohlayman. Shaxsan o'zimni keyin birovlarning qo'lida ishlashni xohlamayman deb ko'p aytganman. 100 ta maqsad yozdirgandim, adashmasam. 100 ta maqsad, faqat hammasi biznes bo'lgan menda, bilsangiz. Kiyim-kechak sotish, faqat sotuv bo'yicha ko'p urg'u berganman. Hozir Xudoga shukr qilaman, o'sha maqsadlarimdan ko'pi amalga oshyapti. Oldimga qo'ygan maqsadim hozir o'zimning shaxsiy brendimni ochganman. Xudo xohlasa, o'shani yuritishga maqsad qo'yganman. Xudo xohlasa, sizni darsliklaringiz bilan avvalambor Allohning fazli bilan. Endi juda ko'pchilik aytadi-da, masalan, o'sha psixoterapiya, psixolog deydi-ku. So'z bilan ham davolasa bo'ladimi degan tushuncha bor. Ya'ni sizda ham bo'lganmi? Birinchi konsultatsiyaga kelganingizda doribor yozmasmikan? So'z bilan davolasa bo'larmikan degan bir ikkilanish bo'lganmi, yo'qmi? Men menejeringiz Sumayaga telefon qilganman va Sumayaga aytganman, meni dori-darmonlarsiz olib chiqib ketish kerak shu holatdan deganman-da. Keyin yo'q, dori-darmon ishlatmaydi degan. Telefonda aytgan, dori-darmon ishlatmaydi. Keyin o'sha kelgandan keyin haqiqatan bildim, dori-darmonlarsiz shunaqa ichimdagi hamma dardimni olgansiz-da. Ichimdagi shunday dardimni qo'lingiz bilan olib tashqariga tashlagansiz. Men yillar mobaynida bostirilgan hislar bilan yashaganman. O'zimdagi ichimdagi emotsiyani chiqara olmaganman tashqariga umuman. Insonlar dardi bilan yashaganman. Insonlar dardini aytsa o'shanga sherik bo'lib yashagan ekanman. O'sha institutga o'qishga borgan paytim ham doskaga chiqib gapira olmasdim ko'pchilikning ichida. Sizni darslaringizdan keyin o'sha nevrozdan chiqqanimdan keyin vaholanki hozir 3-kursda faqat doskadaman. Qizlar davrasidaman. 1 yil o'qishga bormaganman. Kasalligim mobaynida o'qishga bormaganman, onlayn qildirganman. Даже o'qishimdan ham voz kechmoqchi bo'lganman shu kasalligimning orqasidan. Qanaqa bo'lardi menda o'sha kasal boshlangan paytda tashqi dunyodan uzilish bo'lardi menda. Umuman o'zimni qobig'imda bo'lardim. Oldim qop-qorong'i, atrofimda hech kim yo'q, tashqi dunyo yo'q men uchun. Shunaqa yomon holat o'sha holat. Men u holatni bir kunni ham aytib bera olmayman. Bir kuni mayli, 1 soatini ham, sekundini ham aytib bera olmayman. Juda yomon holat. O'sha menda panika xuruj boshlanadi. Men o'sha boshqa insonga aylanib qolaman. Hech kimga qo'shilmayman. Ishtaham bo'lmaydi. Televizorga ham qarolmay qolgan vaqtlarim bo'lgan.
Televizor ko'rishga ham, даже telefonimni ushlashga ham qo'rqib qolgan vaqtlarim bo'lgan. Telefon jiringlasa ham yurakda taxikardiya bo'lgan. Ana baland tovush, eshik taqillasa. Ayniqsa, eshik taqillash, uchastkoylarni ko'rsam, emasam menga u insonlar shansa qilmagan, lekin o'sha eshik taqillatib kelgan insonlardan ham qo'rquv bo'lgan. Даже o'sha podyezdda ovoz eshitilsa ham, shunga ham menda taxikardiya, yurakda taxikardiya baland bo'lgan, qo'rquv, xavotir bo'lgan. U sekin bo'lgan, lekin o'sha siz aytishincha oxirida magnitlar bir bo'lib, miyada portlash bo'ldi. Shu bunda miya xavf degan narsani singdirib oladida, insonni atrofdan izolyatsiyalashni boshlaydi. Ya'ni miyani vazifalaridan biri bu odamni himoya qilish. Endi mana bu hamma narsani xavf deb o'ylaydi-da, yo shunga doir, o'tmishda bo'lgan ishlarga doir narsalarni ko'rsa, xavf deb o'ylaydi. Borib umuman insonlar deylik jamoatlarda, ko'chalarda, yopiq joylarda hammasini xavf deb o'ylab insonni izolyatsiyalashni boshlaydi. O'shani hisobiga sizda shu klaustrofobiya bo'lgan, to'g'rimi? Ya'ni yopiq joylarda nafasim siqilib qoladi, liftlarga chiqa olmagansiz adashmasam. O'sha klaustrofobiya deyiladi. Sizda sotsiofobiya bo'lgan, ya'ni jamoatga qo'shila olmaslik. Agrofobiya ham bo'lgan, uzoqqa bora olmaslik. Balandlikka chiqa olmaslik. Endi balandlikka chiqa olmasku, yaxshi. O'sha darslarimiz davomida sizga eng zo'r foyda bergan mashqlar qaysilar? Eng zo'r foyda bergan mashqlar nafas mashqlari. Uyimga borib qilardim nafas mashqlarini. Keyin siz aytardingiz, balandlikka chiqish. Ya'ni qo'rqqan narsaga yuzlashish, borish. Qo'rqqan narsa. Uchastkoydan qo'rqardim, chiqdim oldiga. Bordim, shirsi qilgani yo'q. U miya o'shanga ko'nikyapti-da. O'sha qilinmagan narsalarni borib qilyapman men. Bordim, shirsi bo'lmadi. O'sha siz oldingizga bir kun oldin borishdan oldin men aytdim, uyimga uchastkoy chiqdi kechqurun, yana taxikardiya boshlanib, yana qo'rquv boshlanib ketdi, ochilib ketdi-da, yanada o'sha eshik kechasi 11 da taqilladi. Qo'shnim uyiga kelgan, lekin adashib biznikiga chiqib ketganda. Bitta o'sha eshik taqillaganiga yana boshlanib ketdi-da. O'shanda ertalab oldingizga borganman. Yana boshlandi ustoz deganman. Yo'q, u bilan yuzlashish kerak. Sizni oldingizdan chiqib, keyin uchastkoyning oldiga borganman. Nega bizga chiqdingiz deb. Yo'q, adashib sizga chiqib boribman. 3-etajga chiqqanim o'zi aslida dedi. O'shanda tushunganman-da, yo'q, qo'rquvlar o'zi aslida yo'q narsa. Uni biz o'zimiz, miyamizda o'zimiz uy qurib olamiz. Miyamizda o'zi aslida. O'sha keyingi vazifalar balandlikka chiqish. Qizim bilan Charxpalakka chiqqanman. Bo'lgan qo'rquv ichimda, lekin o'shani yengganman. Balandga chiqib sizga video tashlaganman. Keyingi anaqalar o'sha uyimning oldidagi oddiy kachulada ham men ucha olmasdim. O'shani har kuni chiqib uchardim. Har kuni ko'p video tashlaganman sizga uchyapman deb. Ichimda bir narsa uzilib ketganday bo'lardi-yu, lekin ko'nikdim. Hozir hech narsadan qo'rqmayman. Zo'r. Chunki Alloh men bilan o'sha payt. Juda yaxshi. Mana shu darslarda olgan qanaqa bir insightlaringiz bor? O'zingiz uchun yangilik bo'lgan va har doim hayotingizda qo'llab keladigan. Har doim hayotimda qo'llab keladi, chunki men yillar mobaynida stress bilan yotib, stress bilan turgan insonman-da. Faqat hayotim stressdan iborat bo'lgan. Ko'p o'ylovim bo'lgan. Alloh bilan birga bo'lgan taqdirimda ham baribir bor narsamga shukr qilmaganman-da. Birinchi o'chirda men nimaga shukr qilaman siz darsingizga borgandan keyin? Olayotgan har bir nafasim uchun. Ertalab o'sha turgan paytingiz Allohga shukr aytish, shukronalik keltiraman har doim. O'sha hayotimga kelgan kasalliklar uchun, hammasi uchun oldin qabul qila olmaganman hech narsani, bilsangiz, ko'p aytganman, qabul qila olmaganman insonlarni, menga qilgan nafratini, menga qilgan ishlarini. Hozir hamma narsani qabul qilaman. O'shanda aytganman, stresssiz yashash bo'ladimi? Ko'p savol berganman. O'sha siz oldingizdan kelibdi, miyamga-da stresssiz menimcha hayot bo'lmasa kerak. Men stressga o'rganib qolgan ekanman-da. Stresssiz qanday yashab bo'ladi deb ko'p savol berganman. Hozir eslasam jinni bo'lgan ekanman. Stresssiz ham yashasa bo'ladi. Hozir yo'q, umuman stress olishni ham xohlamayman. Insonlarning o'sha menga qiladigan jahli yo gapini olmayman o'zimga. Chunki har doim olib kelganman hamma gapni. Miyamda aylantirib yurganman. Meni shunaqa debdi, meni g'iybatimni qilibdi. Yo'q, hozir ahamiyat bermayman. Umuman ahamiyat bermayman. Demak, qarashlar o'zgargan.
So'z bilan davolasa bo'larmikan nevrozni? Bo'ladi. Baraka toping. Insonni bir og'iz yaxshi gapi bilan insonlar davolansa bo'ladi. Xo'p, hech qanaqa dori darmonsiz. Yo'q. So'z bilan Yo'q, davolasa bo'ladi. bo'ladi. Nevrozdan sog'ayishdi. Bir hayotingizni qaytadan boshlash desak bo'ladimi? Hayotingizda yangi sahifasini ochildi desa bo'ladimi? Xuddi shunaqa bo'ldi. Hayotimga ko'p o'zgarishlar kirdi. O'zimni angladim. O'zimni tanamni eshitishni boshladim birinchi o'chirda. Negativchilar umuman o'sha hayotimdagi bo'ladigan stresslar, umuman stresslarga ahamiyat bermaydigan bo'lishni boshladim. Sizni bitta gapingiz har doim men bilan birga yuradi. Sizni qo'lingizda zontik bor. O'sha rivoyatni eslaysizmi? O'shani aytganingizdan beri hech qachon esimdan chiqmaydi. Men aytaman, biron nima bo'lsa, seni qo'lingda zontik bor. Sen hali hammasiga erishasan, senda hali hammasi bo'ladi. Men o'sha hayotimda, o'sha taqdirimga nima kelgan bo'lsa, hammasiga shukronalik keltiraman. Oldin yo'q, unaqa bo'lmagan men. Nega meni taqdirim bunaqa? Nega meni bunaqa yaratgan? Men Allohga shikoyat qilgan ekanman o'zi aslida. Alloh ham to'xta dedi, hammasini ko'rib bilib turib to'xta. Bekorga berilmadi. Bu dardni orqasidan siz bilan tanishdim, qancha bilimga ega bo'ldim. Bu dardni orqasidan nutritsiologiyaga kirib keldim, Xudoga shukr. Qancha insonlarga yordamim tegdi. O'sha o'zimni ustimda ko'p ishladim, ko'p bilimga ega bo'ldim, qancha insonlar bilan tanishdim. Uyda o'tirgan ayol bo'lganman, misol uchun. Men o'qigan bo'lsam ham uyda o'tirganman-da. Yo'q, hozir umuman hayotim o'zgarib ketdi. Qancha insonlar bilan tanishdim, qancha bilimga ega bo'ldim. Demak, bemalol ayta olasiz, hayotingizda yangi rivojlanish sahifasi ochildi. Xuddi shunaqa. O'zi yuqorida aytgan gapingiz haq, ya'ni insonlar o'ziga berilgan ne'matlarga shukr qilmaydi, shikoyat qiladi. Rumiy hazratlarning bir bayti bor. Qulga balo kelmas haq yozmaguncha, haq balo yozmas qul yo'ldan ozmaguncha. Haq quldan intiqon qul ila olur, dini irfon bilmagan buni quldan deb bilur dedi. Ya'ni avval biz o'zimiz ayb tiqib qo'yamizda, uni kimlardandir izlab yuramiz. Juda yaxshi. Xo'p, endi bu nevrozni falsafasi qanaqa siz uchun? Buni yomon tomoni ko'proqmi, yaxshi tarafimi? Yomon tarafi, yaxshi tarafi. Yaxshi tarafi insonni o'sadigan nuqtasida. O'stirdi. To'g'ri, yo qulaydi yo o'sadi, bo'ldi. Ibodatlaringizni joyiga qo'ydingiz, shukr qilishni o'rgandingiz, juda ko'p o'zi aslida yaxshi tarafi. Yomon tarafi odamni bir ana olib borib keladi. Ya'ni o'limni eslatadi yoki bo'lmasa o'sha xullas kalom hamma nimangizni ishlatasiz-da. Pulingizni-yu, vaqtingizni-yu, umringizni ishlatasiz. Lekin o'sha yerda o'zini ichidan rivojlangan odam o'sha nevroz o'sish nuqtasi bo'ladi. Sizga ham o'sish nuqtasi bo'ldimi? Da. Ha, baraka toping. Shuning uchun aytadi-da, 10 ta nasihatdan bitta musibat odamni o'stiradi deydi. Xuddi shunaqa bo'ldi. Nevrozni falsafasi qanaqa siz uchun? Nevrozni falsafasi men uchun, nevroz menga eng yaxshi bergan narsa meni o'stirdi. Bilim olishimga va o'zimni o'stirishimga yordam berdi. Agar shu nevroz bo'lmaganda men hali ham uyimda o'tirgan ojiz ayol bo'lardim. Yo'q, bu nevroz orqasidan o'zimni angladim, bilimga ega bo'ldim. Shu kasallikning orqasidan juda ko'p narsaga erishdim. Hech bo'lmaganda bilimga ega bo'ldim. Allohning bergan har bir ne'matiga shukronalik keltirish menda bo'lmagan. Shukronalik keltiraman hozir polni. Namozlarimda ham, ibodatlarimda ham. Alloh o'sha paytlar men bilan bo'ldi. Hozir ham men bilan, Allohga shukr. Nima niyat qilgan bo'lsam, hammasi hozir birma-bir amalga oshyapti. O'sha yozgan, siz o'sha darslaringizda yozgan, nima yozgan bo'lsam, men kelmaydi deb o'ylaganman-da. O'shanda ham ishonchim bo'lmagan, qarang-da. Shu yozish haqida hozir aytib keting. Yozish qanchalik muhim? Yozish muhim. Chunki siz oldingizdan ketardim, men faqat o'sha kelardi panika xuruji menda. 1 soat, yarim soat bo'lsa, o'sha siz oldingizga borganimdan keyin 5 minut. O'sha kelgan payt faqat yozardim. O'sha keldi, o'tirardim, faqat yozardim. 10 ta daftarim bor hozir uyda. Turibdi hammasi. Maqsad
shukronalik, nima xayolimga nima kelsa, qizimni to'yini qilish, ota-onam bilan umra hajlarga borish, hammasini yozganman. Hali oldinda maqsadim ko'p, hali Allohga aytganman, bu dard bilan meni olma. Olsang, yig'lagan kunlarim ko'p bo'lgan. Uyimda bir o'zim qolib yig'lagan kunlarim bo'lgan. Bu dard bilan olma meni. Meni shunday olganki, o'zimni bilib ketay bu hayotdan. Qo'rqu xavotirda emas, chiroyli o'lim nasib qilgin menga. Qo'rqu xavotirda o'lish xohlamayman deb juda ko'p yozganman daftarlarimga. Faqat shukronalik yozganman. Bizneslarimni yozganman, nima qilishlarimni yozganman. Uy, mashina olish, hammasini yozganman. Oladigan soatimgacha yozganman. Nima bo'lsa hammasini yozganman. Birma-bir hammasiga erishyapman. Birma-bir o'sha biznesga ham kirdim, mana Xudoga shukr, mana oyoq qadam bosyapman sizni bilimlaringiz bilan. Hammasini birma-bir yozganman. Yozish kerak. Birinchi o'chirda yozish kerak. Chunki siz yozganingiz sari miyada ko'nikma hosil bo'ladi. Ishonadi o'shanga. O'sha daromadim oshish kerak deb yozgansiz, o'sha 100 ta maqsad deylik ichida. O'shadan keyin haqiqatan oshdimi daromadingiz? Ha, oshdi. O'sha panika hujjatlardan o'tganimdan keyin nutrisologga shogirdlikka tushdim. Ularda o'qib bo'lgandan keyin bitta nutrisologga sotuvchi bo'lib ishga bordim. Sotuv menejer bo'lib ishga bordim. Yo'da birinchi oylikka chiqqanim 12 million. Men hech qachon 12 million oylikka chiqmaganman. O'shanda ham yig'lab sizga tashlaganman. Video tashlagansiz. Menejer qizlarga tashlaganman, Sumayaga. Ustozimga ko'rsating, men bugun oylikka chiqdim. Birinchi o'chirda ota-onamman, siz keldingiz-da xayolimga, chunki sizdan ko'p bilim olganman. O'sha nevrozdan chiqishimga ham siz sababchisiz baribir. Keyin ota-onamga aytganman. Birinchi sizga aytganman, keyin ularga aytganman. Xursandchiligimni siz bilan bo'lishganman. Men 12 million oylikka chiqmaganman. O'sha keyin ketdi bu yoq 15 million. Keyin o'zim ustimda ishlab, keyin o'zim alohida biznes qilishga boshladim. O'sha ozish bo'yicha. Zo'r, Alloh xayrli qilsin. Rahmat. Bu nevroz ota-onaga, albatta birinchi navbatda ota-onaga yaxshilik. Endi to'g'ri. Lekin o'sha payt siz ko'zim oldiga keldingiz-da, birinchi o'chirda bilmayman nega, balki bir Allohning izni bilanmi, birinchi o'chirda hayolimga siz keldingiz misol uchun-da. O'zim ham tushunmay qoldim. Keyin o'sha uydagilarimga aytdim. Uydagilar xursand bo'ldimi? Ha, ular hozirgacha ham qo'llab-quvvatlash. Birinchi o'chirda uydagilarim qo'llab-quvvatlayapti. Nima ish qilishimdan qat'iy nazar, ukam qo'llab-quvvatlayapti, ota-onam. Hozir bu yoqqa kelayotganimda ham onamdan duo oldim telefonda. Maşallah. Yo'q, ular bo'lmasa men hech kim, ota-onam, uydagilarim bo'lmasa. Albatta. Mana shu nevrozdan, umuman qo'rquv, panika, deylik stresslardan chiqishda yaqinlarning ko'magi qanchalik muhim? Juda ham kerak ularning ko'magi. Chunki ota-onangizni bir og'iz yaxshi gapi ham, sizga aytgan bir og'iz shirin gapi ham siz uchun juda zarur o'sha paytda. Turmush o'rtoqni ham, oldingizdagi turmush o'rtog'ingizni ham ko'magi juda katta deb o'ylayman o'sha payt. Albatta. Xo'p, endi juda ko'pchilik savol beradi. Qanchada chiqib ketaman nevrozdan dedi. Ya'ni qancha ketadi men? 1 kundami, 1 oydami, 10 kundami, 10 oydami, 1 yildami? Bu nevroz kasalligidan necha oyda chiqib ketdingiz butkul? Bu nevroz kasalligidan 8 oyda chiqib ketdim. 8 oy ham men uchun juda qiyin bo'lgan. Uni men dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Bu holatni baribir inson yozsa, ustida ishlasa chiqib ketadi. Masalan, sizga ham aytsa kerak, bir kunda men o'ylaganman-da, bir kunda chiqib ketsam kerak, 2 kunda, 3 kunda yo'q, odam ustida ishlash kerak. Odam ustida ishlasa, o'zi bilan muloqot qilsa chiqib ketadi. Robbisi bilan muloqot qilsa chiqib ketadi. Allohga yaqin bo'lish kerak. Insonlarga Alloh bekorga uchrattirmaydi. Nega Instagramda siz chiqib keldingiz masalan, men shuncha psixolog yoki psixoterapevt qidirganman-da. Telegramda, Instagramda, YouTube'da siz chiqib keldingiz va sizga borganman. Hozir mana shu videomizni tomosha YouTube'da ko'rib turgan, kuzatib turgan, ayni hozir o'sha nevrozni boshdan o'tkazayotgan tomoshabinlarga xuddi sizga o'xshab
qiynalayotgan avvalgi holatingizdagi qiynalayotgan insonlarga va tuzalishga ishonmayman degan insonlarga nima maslahat berasiz? Qanaqa gaplaringiz bor? Endi bo'ldi, men tuzalmasam kerak degan insonlarga. Yo'q, ishonchi bo'lishi kerak. Birinchi o'chirda o'ziga nisbatan ishonchi bo'lishi kerak. Men shu kasallikdan chiqaman deb oldiga maqsad qo'yish kerak. Men har doim maqsad qo'yganman. Har kuni maqsad qo'yganman. Birinchi o'chirda yozadigan narsa men chiqaman, men tuzalaman. Men hali ko'p ish qilishim kerak. Men bu hayotga kelib nima ish qildim? Yo bir namozimni, yo bir hamma narsamni to'kin sochin ado qilganim yo'qki, hamma narsani ado qilib, hali bolamni turmushga berganim yo'q, yo bolamni katta qilib o'qitganim yo'q. Men hali ishlarim ko'p bu hayotda. Faqat maqsad qo'yish kerak oldiga. Qo'ygan maqsadiga erishadi inson обязательно. Maqsad qo'ymasa qila olmaydi. Yo o'sha dardini sizga tashlasa, yo boshqalarga tashlasa chiqa olmaydi. Yo vrachga, yo uydagi insonlariga jahl qilib asabiylar yo'q. Demak, o'zini bo'yniga olish kerak holatini. Holatini bo'yniga olish kerak, xuddi shunaqa. Demak, Qazo qadariga rozi bo'lish kerak inson. Bu ham sizning gaplaringiz. birinchi kelganingizda hali bu holatingizni eslab kulasiz degan esizdami? Deganmiz. Haqiqatdan shunaqami? Xuddi shunaqa bo'ldi. Ko'chalarda soat 3da, 2da больницаlarda yurgan paytim aytganman, shu holatimni kulib eslay, ey Xudo, osmonga qaraganman-da. Shu kunlarimni kulib eslat menga, Allohim, shu kunlarimni kulib eslay. Shu kunlarim o'tib ketsin hammasi deb ko'chalarda 3da, 2da yurgan paytlarim bo'lganda, больницада. Shu oldimda Shohmet Center bor, Chilonzor metroda 16-ko'r больница bor. O'shalarda yuragimga ham juda ko'p dorilar olib kelganman, kechalari chiqibdi. Kapelnisalar olganman. O'shanda aytganman osmonga qarab, shu kunlarimni kulib eslat. Shunaqa kulib eslatgan, men haqiqatdan o'sha payti chiqib ketgan bo'la shu vaziyatdan. Kulib eslatdi ham. Juda ko'p kulib eslayman bir xil. Va nihoyat shu kunga yetib keldim. Shu kunga yetib keldim. Allohga shukr, Alloh ismi bilan, sizning yordamingiz bilan. Mana qizimni o'stiryapman, o'qityapman. Biznesimni yo'lga qo'yganman, Xudoga shukr. Bilim bo'lish kerak baribir insonda. Bizda shunaqa gap borda, ikkita tushuncha bor. Birinchisi o'zi o'tib ketadi. Bizda xalqimizda shunaqa tushuncha bor. O'zi o'tib ketadi. Ikkinchisi kasallik faqat dori bilan davolanish shart degan bir stereotip fikrlash bor. O'shanga fikringiz qanaqa? Bu o'zi o'tib ketadimi rostdan? Bu kasallik o'zi o'tib ketmaydi. Bu kasallikni o'sha mutaxassis bilan birgalikda ishlash kerak va o'sha ularni bergan darsliklarini birgalikda olib borish kerak. Masalan, men ko'p psixolog, psixoterapevtlarga telefon qilganman, ko'pi dori bilan degan. Chunki men dori ichish xohlamaganman, nimaga больницаga borganman, yurak, kapelnisalar, juda kuchli dorilar ichganman. Keyin o'sha ukollarni olib turib ham yurak tinchlanmagan menda. Juda qimmat kapelnisalar olganman, kichkinasi, palonson, vashcha qimmat. O'shalardan 10 ta olib ham yurak tinchlanmagan. 5 ta yozib bergan. Yana boryapman, bo'lmayapti, yana 5 ta yozib bergan. Uje kuchlilik qiladi, deyapti, vrach aytayapti-da. Uje keyin bilganman, yo'q, bu dori bilan tuzalmar ekan. Hammasini musorga tashaganman. Ichayotgan dorilarimni hammasini olib tashaganman. Bir hafta 10 kun ichganman, tashaganman. Keyin o'sha psixolog, psixoterapevtlarga telefon qilganimda dori bilan davolaymiz degan. Yo'q, men dori ichmayman. Dorisiz chiqib ketadigan insonga boraman deganman. Chunki hozir ham dori ichmayman. Faqat ustimda ishlayman. Dori ichmayman, to'g'ri ovqatlanaman va o'zimga yaxshi qarayman hozir. Men dorilar ichmayman. Dasha qizimga ham dori bermayman. Chunki bu dori biznesda insonlar uchun. Meni tushuncham biznes. Tushunarli. Juda yaxshi. Hozir mana shu nuqtagacha, mana shu daqiqagacha bizni erinmasdan kuzatib turgan insonlarga qanaqangi o'zingizni ich-ichingizdan aytadigan so'zlaringiz bor? Insonlarga nima deyman? Bu kasallikning davosi bor. Siz chiqib keta olasiz. Ustingizda ishlang, darsliklar, qo'llanmalar va Robbingiz bilan bir bo'ling. Hali hammasi yaxshi bo'ladi.
Chunki men chiqib ketdim-ku, nimaga siz chiqa olmaysiz? Siz ham chiqa olasiz. Hozir 100% chiqqanmisiz? Hozir 100% chiqqanman. Ko'chada o'zim yura olaman, xohlagan joyimga bora olaman, tepaliklardan qo'rqmayman, boshim aylanmaydi. Kachulalarda bemalol ucha olaman, mashinalarda bemalol yura olaman. Agar samolyot bo'lsa, samolyotga ham xudo xohlasa chiqaman, umraga boraman, xudo xohlasa ota-onam bilan. O'shanda meni yana ko'rasizlar. Azizlar, mana shu joygacha agar siz videoni ko'rgan bo'lsangiz, hozirgi yuqorida aytilgan hamma tavsiyalarga amal qiling. Boyagi yuqorida aytilgan belgilar sizda kuzatilyaptimi? Albatta o'tib ketadi. Buni yechimlari bor. Buni yechimi faqatgina biz tafakkur qilishimiz kerak. Bilimimizni o'stirishimiz kerak. Albatta o'z ustimizda ishlashimiz kerak. Siz doktorga borasiz, bu yoqmasa bunga borasiz, bunga ishonmaysiz, bunga borasiz. Bu nevroz kasali odamni qisqa qilib aytganda kasod qiladi, qashshoq qiladi. Ya'ni folbinlarga ham borib ko'rarsiz. Siz vrachlardan, doktorlardan xafa bo'lmang, chunki ular haqiqatni aytayapti. Ya'ni sizda organikada hech narsa o'zgarish yo'q. Mana men misol uchun aytaman, siz o'z aslida sog'lig'ingiz haqida 3 ta fakt aytaman. Birinchisidan doktorga borib ko'rgansiz, to'g'rimi? Sizni 100% sog'lom chiqargan. Ikkinchisi, necha oydir, necha yildan beri bu kasallik sizni nimadir qilib qo'ydimi? Yo'q, hech narsa qila olmadi. Kasallik faqat sizni sog'lig'ingizdan ko'ra hayot tarzingizga yomon ta'sir qilyapti xolos. Jamiyatni uzib qo'yapti. Uchinchisi, biron ish bilan mashg'ul bo'lsangiz, umuman sizni bezovta qilmaydi. Qachon bo'sh qoldim degunizcha, bu kasallik o'zini simptomlarini ko'rsatishni boshlaydi azizlar. Agar siz ham o'z ustingizda ishlamoqchi bo'lsangiz, ichingizda mana shu nevrozdan butkul chiqib ketaman degan fikr uyg'ongan bo'lsa, qaror shakllangan bo'lsa, marhamat, darslarimiz bor, konsultatsiyalarimiz bor. Bemalol qo'shilib, o'sha bilimlarni olib, o'sha mashqlarni qilib, bemalol chiqib ketsangiz bo'ladi. Albatta dori-darmonsiz. Agar suhbatimiz kimnidir qalbida zarracha umid uyg'otgan bo'lsa, agar suhbatimiz kimnidir qalbiga ozgina bo'lsa-da taskin bergan bo'lsa, biz o'sha narsadan xursandmiz. Azizlar, keyingi suhbatlarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.